Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari, aziz musulmonlar. Tinchmisizlar, sog' salomatmisizlar? Bugun biz kavartak har joyda har xil narsa deb aytar ekan. Biz Andijonda Buloq tomondamiz. Bizda kavartak deydi shuni. Bugun kavar to'g'risida gapiramiz. Bu kavar nihoyatda oyoq bilan qo'llarga nihoyatda foydasi katta. Ham tekin bu dori azizlar. Mana hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana bugun 2025-yil 30-may. Buni mana 13.000, 14.000 dan kilosini oladi. Mana qanaqasini oladi, mana ko'ringlar. Mashinaga mayda-maydasini oladi. Yirigini olmaydi mana. Mashinaga maydasini 13.000, 14.000 dan olib chet elga olib ketadi. Uni dori qilib bizga 13.000, 14.000 dan kilosini olib. Endi 100.000, 200.000 qilib qaytaradida dori qilib. Bizda o'zi tekin bu o'sib yotibdi azizlar, aziz musulmonlar. Sizlar mana kimlardir oyoq qo'llari og'riyotgan bo'lsa, shu foydalansin. Bilmaganlar, endi bilganlar biladi, bilmaganlar foydalansin. Oyoq qo'li og'riyotgan bo'lsa deb billa baham ko'raylik, shu qiylanganlar ko'rib foydalansa. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan, biz ham ozgina savobga ega bo'lib qolamiz. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Bu shunaqa narsaki, mana endi u maydalarini, mana shu maydalarini ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa maydalarini oladi. Maydalarini. Biz endi buni manaqa torg'izlaridan katta-kattasidan mana 3 ta, 4 ta mana torg'izlardan 3 ta, 4 tasini mana olamiz. Mana torg'izlardan 3 ta, 4 tasini olib azizlar. Pichoqdami, chopqudami maydalaymiz. Mayda qilib chopib, o'sha oyog'ini og'riyotgan yeriga yoki qo'lni og'riyotgan yeriga qo'yiladi. Azizlar, eng kerakli ehtiyot bo'ladigan yerini aytyapman. 15 minut, 20 minut qo'yiladi xolos. Azizlar, bu nihoyatda qizdiradi. Yana qizdirganda xush yoqib uxlab qolsanglar, o'zingizlardan ko'ringlar. Etni bir qator kuydirib, to'kib yuboradi, tushirib yuboradi ham. Nihoyatda qizdiradi bu. Shuning uchun ham foydasi bo'lsa, endi avvalo Xudo Alloh o'zi biladi buni. Hamma narsani Alloh bekorga yaratmagan mana. Shu narsalarni mana shifo qilib, hamma narsa o'zi shifo. Biz bilmaymiz xolos mana. Buni tomiri ham o'zi shifo bo'ladi, tomiri. Keyin tomirini ham dori aytamiz. Qanaqa qilib tayyorlash kerak, qanaqa qilib qilish kerak. Hozir buni 3 ta 4 ta donasini olib, pichoqda yo chopqida maydalab, shu og'riyotgan yeriga qo'yiladi. Og'riyotgan yeriga. Uzoq qo'yilmaydi azizlar, ehtiyot bo'linglar. 15-20 minut qo'yiladi xolos. Undan oshiq qo'ysa kuydirib yuboradi, chidayolmaysizlar ham. Ehtiyot bo'lasizlar. Yana qancha qo'yamiz deb sanaqalar. Hadi bir kun qo'yib, bir kun qo'ymasdan hech bo'lmasa 3 kun qo'yasizlar. 2 kun qo'yasizlar, balki og'rimay qo'ysa qo'ymay ham qo'yarasiz, o'zingizlar bilasizlar. Bir kun qo'yib, bir kun dam olib, yana bir kun qo'yib, hech bo'lmasa 3 marta qilish kerak bu narsani. Bu nihoyatda ko'p. Hozir biz soyda mana baliq hovuz qilganmiz. Mana shu yerda bir chiqib qolgan ekan 5-6 tashini ko'rsatyapman. Bu mana adirda, mana shu adirda nihoyatda ko'p. Bu tali ekilgandek chiqqan. Nihoyatda ko'p narsa bu. Hozir qizlar teryapti, nihoyatda teradi buni. 300.000, 400.000, 500.000 kuniga teryapman deb terayotganlar bor. Bu nihoyatda dori narsa ekan. Yana qaytarib aytyapman, ehtiyot bo'lasizlar. 15-20 minut undan oshiqcha qo'yib bo'lmaydi. Shu og'riyotgan yerga qo'yasiz, nihoyatda qizdiradi. Foydasi bor. Keyin menga aytasizlar, foydalanasiz, kommentariyada yozinglar, foyda qildi, tuzaldim deb. Bu Alloh uchun qilyapmiz, savob. Kimlardir shu qiylanayotgan, oyoq qo'li og'riyotganlar tuzalsa, Alloh shifo bersin, tuzalib ketaveringlar. Azizlar, mana qayerlarda o'syapti deb ham so'rashadi-da. Hozir bu soyda 5-6 chiqib qolgan ekan. Adirda nihoyatda ko'p. Adirlik do'm, adir qayer desang, do'mli yerlarda nihoyatda ekkandek chiqqan, nihoyatda ko'p. Bu shunaqa narsa.
Bu shunaqa dori. Shunaqa dori bu azizlar. Qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'laringlar azizlar. Kimlarning mana dardlari bo'lsa Alloh shifo bersin. Kimlarning mushkullari bo'lsa Alloh oson qilib qo'ysin. Musofirdagilarni ham safarlarini bexatar qilsin. Alloh turli ofat, fasod, balo-qazolardan saqlasin. Sog' salomat ishlab pullarni qilib, ota-ona bola chaqasini oldiga yorug' yuz bilan kelaversin. Azizlar, qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'linglar. Shuni qilinglar, kimlarning oyoq qo'llari og'riyotgan bo'lsa, foydalaninglar. Alloh shifo bersin, yaxshi bo'lib ketaveringlar. Yanagi videoda ko'rishib, gaplashguncha sog' salomat bo'linglar azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuhu. Bu o'zimizda o'sib yotibdi, tekin dori azizlar, foydalaninglar.